Videodagi 3 YouTube kanalga obuna bo'ling va listeningizni katta ehtimol bilan 9 ga olib chiqishingiz mumkin. Eng birinchi maslahat beradigani bu YouTube'dagi British Council'ning o'zining rasmiy kanali. Ushbu kanaldagi videolar part 3 ga 1 ga bo'lishadi va o'sha podkastlar orqali deylik to'xtamasdan va ko'p praktis qilishingiz mumkin. Undan tashqari hamma podkastlar British aksentda olingan va bu narsa listening uchun ayni muddao bo'ladi. Uchinchi asosiy foydasi bu kanalda listening, reading, speaking, writing uchun zo'r vocabulary beriladi va kontekstda qanaqa ishlatish mumkinligi to'g'risida ham tushuncha beriladi. Kanalga обязательно подписка qilinglar, sababi kelgusi videolar orqali bemalol listening, reading, writing, speakingga qanaqa qilib qisqa muddatda va aniq oshirish usullarini aytib boraman. Ikkinchi o'quvchilarga ko'p maslahat beradigan kanal bu TED Talk. Bu kanalda kontent formatlari part 4 bilan bir xil bo'lganligi uchun bemalol ko'p eshitib, listeninglarni zo'r oshirishingiz mumkin. Practice uchun zo'r materiallar bor. Uchinchi, shaxsan o'zim juda ham ko'p ko'raman. Bu Kurskesak kanali. Nimaga bu kanal menga yoqadi? Sababi kontenti полный sci-fi. Endi ingliz tilida bo'lganligi uchun baribir overall listeningni oshiradi. Ikkinchi, eng asosiy foydasi bu kanal menga yoqadi. Bu narsa meni zeriktirmaydi. Endi zeriktirmagandan keyin listeningga ko'p qilish yoki o'zimni majburlash bo'lmaydi. Bu natijasida muntazam, постоянно eshitib darajani shu muqim oshirishga olib kelishi mumkin.